Qishlog'imizga qish ham kirib keldi. Endi mazza qilib dam olsak bo'ladi. Dadam pechka o'rnat degandi. Mana, pechkani ham o'rnatdim. Yozda qish uchun o'tin qilganman-ku, lekin yana o'tin qilish kerak. Ukajonim, qish keldi, qish. Endi dalaga chiqish yo'q, shu yerda yotasanlar. Endi menga ish yo'q deganlar adashadi. Qish kuni molga 3 mahal yem berish kerak. Bu holat o'g'il bolalarda albatta bo'lgan. Bor tualetga bor. Sovuqda juda erinardik. Qish payti menga eng yoqadigan narsa bu hammamiz bir xonada uxlashimiz. Ko'zingni yumib yotasanmi yo qo'limni tiqib olaymi? Aya, bittagina kompot ichaylik. Yo'q, yangi yilda mehmonlar kelsa, mehmonlar bilan ichamiz. Yo'q, 63 ta kompot ichmaymiz-ku. Yo'q. Eng alamlisi hamma mevani o'zim terganman. Pechkaga olov yoqish juda qiyin, ammo to'g'ri, men aytgan usul pechkani tez yoqadi, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Aytyapti. Opa, ko'p katta xotinga mashina qayda balo bormi? Men sana zo'r haydayman, ber bu yoqqa kaltni. Oxiri xayr bo'lsin. Balo qazolardan o'zing asir. Siz meni o'ldirmoqchimisiz? Bu oyni orqadagi mashinani ko'rish uchun berilgan, lab bo'yash uchun emas. Yo'lingga qara, yo'lingga qara, yo'lingga qara. Opa, ayibsizda-ku. O'chira o'zingni. Parkovka qila olmayapman, qibir. Mashinani siz haydayotgansiz, parkovkani men qilar ekanmanmi? Mana. Menga qaragin-u. Qatga. Voy, buyini opa nima qildingiz? Nima bo'ldi? Adam. Dunyo shunchalar qimmatmi? Adam. O'ldik. Aptekada to'xting. Nimaga? Vazelin oling.